virus sizin telefonunuza Telegram orqali keladi. Bugun Urganch Ranch Texnologiya universitetiga Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi bir guruh xodimlari va diniy qo'mita xodimlari tashrif buyurib, talabalarimiz o'rtasida diniy ekstremizmga, kiber jinoyatlarga qarshi kurashish va turli xil noqonuniy diniy aqidaparastlik singari oqimlar tahdidiga, ta'siriga tushib qolmaslik singari mavzularda keng qamrovli tushuntirish ishlarini olib bordilar. Shuningdek, bugungi kunda hayotimizda mobil telefonlar orqali tarqalayotgan kiber jinoyatlar va kiber xavfsizlikni oldini olish yuzasidan talabalarni qiziqtirgan savollarga yetarlicha javoblar olindi.